Hoji aka post qo'ymaganimizga ancha bo'lib ketibdi. Bir oy vaqt bo'lib qoldimi bilmayman, ancha bo'lib ketdi. Bunaqa go'zallikni olmasam ham, qo'ymasam ham iloji yo'qda hoji aka, qarang. Limonni qarang. U limon juda ham bevor narsa-da. Qishda ham gullaveradi, kuzda ham gullaveradi, bahorda ham gullaydi. Yozda ham gullaveradi. Mana bugun yoz 20-simi? 20-iyun bo'lyaptimi? Qo'ng'iz ham keladi bu limonni guliga, asalari ham keladi. Gullaganini qarang, hoji aka. Korzinkada 1 kilogramm limonning narxi 70 ming so'm ketibdi. Shunaqa tabiatda o'ziga borib qo'ying, hoji aka. 2 tuppa, 3 tuppa tayyorlab qo'yganmiz. Tovuqlarga ekib turib, tuvayda ham hosillari bor, limonlarimiz bor. Bu mevalari. Obzorini hozir qilib beramiz mana. Limonlar mana hosillari tuxumdaqa bo'lib qoldi hammasi, xudo xolasa. Shu ichki bozoridagi limon narxini tushirish maqsadida mana hujjatlarni ko'paytiryapmiz. Alhamdulillah, yaxshidan boq qiladi degan naql bor to'g'rimi hoji aka? Ko'ring. Xudo xolasa bu meylarimiz avgustga tayyor bo'ladi. İnşallah. Panellarimiz holati shunaqa ekan. Shu bozorda odamlar 70 mingga limon olmasin, arzonroq olsin. Nima deysiz hoji aka? O'zimizni jaydari limonlar. Bir sortli. Hoji aka, bu limonlarimizni tikani ham yo'qda, ko'ryapsizmi? Holatini. Yo'qsa bitta like bosib o'rasiz. Bu videoni postga joylaymiz, YouTube'ga ham joylaymiz, boshqaga ham joylaymiz. Sababi ancha bo'lib ketdi-da, post qo'ymaganimizga ham. Bizning nafratganimizni bildirib turaylik, to'g'rimi hoji aka?